Bizga ham shunaqa singillar nasib qilsin aka. Hozirgi paytda aka-uka mol dunyo talash bir-biri bilan yurolashgan paytda qiz bolani qilgan ishi hozir hammanglarni yuraklarga ozgina bo'lsa ham, zarrachalik bo'lsa ham bir iliqlik olib kiradi degan umiddamiz. Bir opamiz o'zini akasiga Ramazon oyiga 14 kunlik umra sertifikatini hozir sovg'a qilyapti. Inshaalloh hozir birgalashib ko'ramiz. Emotsiyasini sizlar bilan bo'lishim keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'laringiz yaxshimi? Charchamasdan ishlayapsizmi aka? Yaxshimi aka? Alhamdulillah aka, Allohga shukr. Aka, tug'ilgan kunlar bilan aka. Salomat. Aka, bir shoir opamni nomidan bir sizga zo'r podarka bordi aka. Mashallah. Shoir opam o'zini bunday dildan chiqqan so'zlari bilan aka bir yurak ostida yaralganmiz. Mehringiz ko'rinmas timsoli yana. Har og'ir kunimda yaraganimsiz. Dunyolarga alishmasman eng yaqin akam siz deb sizga Ramazon oyiga umra sertifikatini shoir opam podarka qilyapti aka. Inshaalloh. Maşallah. İnşallah. Jazira Travel umra kompaniyasi bilan inshaalloh Ramazonda aka ziyoratlarni Alloh taolo aka qabul qilgan bo'lsin. Bizga ham shunaqa singillar nasib qilsin aka. Aka, siz xursand bo'ling. Akamiz emotsiyasi. Allah razı olsun. Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin aka. Inshaalloh akalar, opalar, inshaalloh akamizni emotsiyalarini ko'rdinglar. Siz ham o'z yaqiningizga mana Xudo xolasa chiroyli sertifikatlarni olib borib berishlik hammamizga nasib qilsin. Siz bizni qayerdan ko'rayotgan bo'lsangiz, обязательно like bosib, kommentariyaga o'zingiz fikringizni yozib qo'ying. Inshaalloh sizni ham yaqinlaringizga xuddi shuna qilib sertifikatlarni sovg'a qilishlik bizga ham nasib qilsin. Inshaalloh Jazira Travel umra kompaniyasi Ramazon oyiga paketlarini ochdi. Inshaalloh 0552 28 28 13 raqamiga bemalol murojaat qilib o'zingiz kerakli ma'lumotni olsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.